İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ya Rabbim Allah ushbu o'qilgan Qur'on oyatlari qabullardan edi Rabbim. Ya Rabbim har birimiz sening rahmatine loyiqli bo'lamiz deb sening rizolig'ini umid etib shu shunda qozon va masjidga yig'ishdik ya Rabbim. Ya Rabbim Allah har bir odamlarimizdan har birimizga ajr savoblar nasib eyle Rabbim. Har bir odamlarimizdan gunohlarimizni, xatolarimizni afv et ya Rabbim. Ya Rabbim bergan xayr sadaqalarimizni, silagan tinglagan va'zlarimizni, xutbalarimizni o'qigan ya Rabbim Allah farz sunnat namozlarimizni, qilgan ruku' sajdalarimizni, aytgan tasbih zikrlarimizni kimchilik xatolari bilan qabullardan ey Rabbim. Ya Rabbim Allah hosil bo'lgan ajr savoblarini qiyomat kunlarida, amal daftarlarida, sening mag'firatingda, jannatingda ko'rgan nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah shulay hosil bo'lgan ajr savoblarini shu dunyoda har birimizga salomatliklarimizda, boyliklarimizda, iymonlarimizda, bola iniqlarimizda ko'rgan nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim o'qilgan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan ajr savoblarini marhum-marhumalarimizning bo'lgan kimlar bizdan duo umid etib yotalar, ularning har birlarining ruh shayflariga erishtir ya Rabbim. Qabrlarini nurli et, hisoblarini yengil et. Sening mag'firatingga erishib olar in ulug' jannatlarni, Firdavs jannatlarini nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim bizga insonlarga Qur'oni Karim bo'yicha yashashga nasib et ya Rabbim. Turmushlarimizga, oilalarimizga kirtirgan har birimizga yengil et ya Rabbim. Ya Rabbim kimlar shirdilar qardoshlarımızdan ya Rabbim onlarga shifolarni nasib et ya Rabbim. Har birimizni ya Rabbim turli zahmatlardan, shirlardan ya Rabbim Allah saqla, baraka, tawfiq ham hidayat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah oilalarimizga ulfat ham muhabbat, bolalarimizga tawfiq ham hidayat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim shu muborak bo'lgan juma kuni tilagan tilaklarimizni, qilgan duolarimizni qabul et. Sen bu duolarni qabul etuvchi, gunohlarimizni, xatolarimizni afv et ya Rabbim. Sen bu gunohlarni, xatolarni afv etuvchi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.